hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun biz yana ko'pinlarni yechim qilishda davom etamiz. 43-masalaga boshlaymiz. Avtomobil tekis tezlovchi harakat boshlaganidan 10 sekund o'tib 36 km/soat tezlikka erishdi. Uning tezlanishini toping. Xo'sh, A barobar tezlanishni A bilan belgilaymiz. A barobar V minus V0 taqsim delta T. Ya'ni vaqt birligida tezlikning o'zgarishiga tezlanish deyiladi. Bizning V minus V0'imiz 36 km/soat teng. Bu 10 taqsim 10 ga teng bo'ladi. Bu ham bizga 1 metr taqsim sekund kvadratga bo'lar ekan. Xo'sh, biza esdan chiqmasin. Bizning boshlang'ich tezligimiz, tezlik o'zgarishimiz V minus V0 degan 36 km/soat degan. Biz 36 km/soatni nimaga ishlab o'tdik? 10 metr taqsim sekundga o'tdik. Ya'ni km/soatdan metr taqsim sekundga o'tish uchun 3,6 ga bo'lish zarur. 44. Samolyot ko'tarilishi uchun bo'lgan yo'lning uzunligi 675 metr. Agar samolyot tekis tezlanuvchan harakatlanib 15 sekunddan so'ng yerdan ko'tarilsa, uning yerdan uzilishdagi tezligi qanday? Xo'sh, buni hisoblashimiz uchun 15 sekund vaqtimiz ketgan ekan. Xo'sh, biza S ya'ni 675 barobar. Xo'sh, bu nimaga teng bo'ladi? Masofamiz. Xo'sh, vaqtimiz 15 sekund. Bizga A noma'lum, nima tezligimiz ham noma'lum. Bularni hisoblashimiz uchun biza S barobar AT kvadrat taqsim 2 formuladan foydalanamiz. Xo'sh, S'imiz 675 barobar AT kvadrat taqsim 2'miz. Xo'sh, 15 ning kvadrati ko'paytirilgan A taqsim 2. Xo'sh, 675 barobar 225 A taqsim 2 ga teng. Xo'sh, bu yerdan 675 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda 3 soni qoladi. Ya'ni 225 ni 675 ga 3 qoladi. Tezlanishimiz 6 ga teng. Xo'sh, tezlanishimiz 6 ga teng bo'lsa, biz qaysi formadan foydalanib topamiz? Bog'iga V barobar V0 plus AT. Xo'sh, bizani boshlang'ich tezligimiz yo'q. Xo'sh, samolyot ko'tarilishi uchun bo'lgan yo'lning uzunligini samolyot tekis holatda harakatni boshlagan, tinch holatda harakatni boshlagan. Unaga boshlang'ich tezligimiz 0 bo'lsa, 6 ko'paytirilgan qancha? 15 sekund bo'ladi. Bu ham 90 metr taqsim sekundga chiqadi. Javobimizni 44. Keyingisi 45. Tinch holatdan boshlab 6 metr taqsim sekund tezlanish bilan harakatlanayotgan raketa 75 metr yo'lda qanday tezlik oladi? Xo'sh, buni hisoblashimiz uchun ko'chishni vaqtinchalik tenglamasdan foydalansak, ya'ni tinch holatda bo'lganligi uchun S barobar V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2A. Xo'sh, bu yerdan V0'imiz 0 ga teng. Xo'sh, yo'limiz 75 barobar 0 bo'lganligi uchun V kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan 6. Xo'sh, bu yerdan V kvadrat topadigan bo'lsak, bu 900 ga teng bo'ladi. Ya'ni 12 kare 75 900 ga teng bo'ladi. V ni topadigan bo'lsak, 30 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Hurmatli kuzatuvchilar. Javobimiz chiqdi. Keyingi masalaga o'tamiz. 46. Tinch holatdan boshlab
tezlanuvchi harakatlanayotgan shar dastlabki sekundda 10 cm yo'l o'tdi. Harakat boshidan 3 sekund ichida qanday yo'l o'tadi? Xo'sh, bunda tinch holatda bo'lganligi uchun yana s barobar at kvadrat taqsim 2 formadan foydalanib topadigan bo'lsak, esimiz bo'lish 10 cm ga teng. Barobar javobimizni santimetrga so'raganligi uchun metrga o'tib o'tirmadim. Tezlanishni qo'lamiz. A ko'paytirilgan 1 ning kvadrati taqsim 2. Bu yerda tezlanishimiz 20 ga teng bo'ladi. Nega? S barobar, endi S bu 3-sekundagi S uch qo'ydim shu uchun 20 ko'paytirilgan 9 taqsim 2, bu ham 90 santimetrga teng bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz. 47-masala. Xo'sh, miltiq stolining 1/4-ni o'qning tezligi stoldan uchib chiqayotgandagi tezligidan necha marta kichik? O'qning tezlanishini doimiy deb hisoblang. Xo'sh, keyin biz bitta miltiq chizib olaylik. Bitta miltiq chizib olganimizdan keyin shu ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni ana bu qismini, ya'ni L/4 qismini V tezlik bilan chiqsa, bu yerda tezligi V ga teng bo'ladi. Xo'sh, L/4 barobar V kvadrat taqsim 2a deyotgan bo'lsak, ya'ni L masofani bu V1 ning kvadrat taqsim 2a bilan tezlik bilan bosib o'tadi. Xo'sh, ikkalar qisqarib ketadi, tezlanishlar bir xil deganligi uchun L ham qisqarib ketadi. Ildizdan o'sha hisoblaydigan bo'lsak, 1/4 barobar V kvadrat taqsim V1 ning kvadrati. Ildiz chiqaradigan bo'lsak, V taqsim V1 bizga 1/2 ni beradi. Ya'ni yoki V1 barobar 2 V ga teng bo'lar ekan. Ya'ni xo'sh, o'qimizni L/4 masofani V tezlik bilan bosib o'tdi. Tezligiga bo'lsa, o'tayotgan paytiga, L uzunligini bosib o'tayotgan paytdagisi, chiqayotgan paytdagi tezligi 2V ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 2 marta katta bo'ladi oxirdagi tezligi. Agar poyezd, keyingi masalamiz. Agar poyezd tormoz yo'lini 30 sekundda 0.5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan o'tsa, tormozlanish boshlanguncha qanday tezlikda harakatlangan? Xo'sh, keyin yana bir formula qo'yib topsak bo'ladi buni. Bu formulamiz V barobar V0 minus AT formulasi topiladi. Xo'sh, bu yerdagi V0 boshlang'ich tezligimiz ma'lum, oxirdagi tezligimiz ham ma'lum. Xo'sh, nima degan? Tormozlanishni boshlaganda qanday tezlan? Tormozlanish yo'lini 30 sekundda shu tezlanish bilan o'tsa. 30 sekundda tormozlanish yo'li nima bo'ladi? Tormozni bosamiz va oxirida to'xtaymiz. To'xtagan paytdagi tezligimiz 0 ga teng bo'ladi. Xo'sh, 0 barobar V0 minus 0.5 ko'paytirilgan 30. Bu yerdan V0 topadigan bo'lsak, 15 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Keyingisi 49-masala. Agar haydovchi 20 metr taqsim sekund tezlik bilan darhol tormozni bossa va tormozlanish paytida to'xtaguncha 6 sekund vaqt o'tsa, avtomobil to'liq to'xtaguncha qanday yo'lni o'tadi debdi. Xo'sh, buni topishimiz uchun S barobar V plus V0 taqsim 2 ko'paytirilgan T formulaga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni boshlanish tezligimiz 20, ya'ni V0 20 ga teng. Oxirgi tezligimiz, to'xtagan paytimiz tezligimiz 0 bo'ladi. Xo'sh, 20 plus 0 taqsim 2 ko'paytirilgan vaqtimiz 6. Bu yerdan javobimiz 60 chiqadi. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, bunga qaysi formadan foydalandik? Nima uchun bu formadan foydalandim? V plus V0 taqsim 2 formadan foydalanganligimiz sababi o'quvchilar, bu tekis sekinlanuvchan harakat bo'libdi. Ya'ni boshlang'ich tezlik va oxirgi tezliklarni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu o'rtacha tezlikni beradi o'quvchilar. Keyingisi 50-savolimiz. 30 metr taqsim sekund tezlikda harakatlanayotgan avtomobil avariyali tormozlanishda tormozlanish yo'li 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan o'tadi. Tormozlanish yo'lini toping.
Xo'sh, shuni topadigan bo'lsak, yana tormozlanishni, tormoz olgan paytda oxirdagi tezligimiz nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Xo'sh, S barobar V minus V0 taqsim 2A. Bular kvadratlar bu. V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2A. Xo'sh, bu tezlanuvchan harakatning formulasi. Agar bularni o'rinlarini almashtiradigan bo'lsak, tekislanuvchanga o'zi esa S barobar V0 kvadrat minus V kvadrat taqsim 2 ni olishimiz kerak. Xo'sh, barobar boshlang'ich tezligimiz 30, bu 900 30 kvadrati minus 0 taqsim 2 ko'paytirilgan 5. Buni javob topadigan bo'lsak 90 metr bo'ladi. Tormozlanishida. 51. Avtomobil to'liq to'xtaguncha tormozlanishiga 4 sekund vaqt ketdi. Bunda uning tezlanishi 4 metr taqsim sekund kvadrat edi. Tormozlanish yo'lini toping debdi to'xtaguncha. Xo'sh, o'quvchilar, buni yozadigan bo'lsak, kelinglar, V barobar V0 minus A tek ko'rinishni yozadigan bo'lsak, V'miz 0, V0'imiz boshlang'ich tezligimizni topib olishimiz kerak. Minus 4 ko'paytirilgan 4 ga teng. A bu yerdan boshlang'ich tezligimizni topadigan bo'lsak, 16 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu yo'g'a hisob kitoblarni bajarib bo'ldik. Yana qaysi formula qo'yamiz? V0 plus V taqsim 2 ko'paytirilgan T S ni beradi. S barobar 16 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 bu ham 32 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 52 15 km taqsim soat tezlik bilan avtomobil tormozlanish yo'li 1,5 metrga teng. 90 km taqsim soat tezlik bilan shu tormozlanish yo'li qancha bo'ladi? Ikkita holatda ham tezlanishlar bir xil tezlanishda sodir bo'ladi. Xo'sh, buni topishimiz uchun S1 barobar V kvadrat taqsim 2A tormozlanish yo'li belgiladigan uchun V0 deylik buni. S1 S2miz uchun qanaqadir V1 ning kvadrat taqsim 2A bo'ladi. Buni ham nisbatini olib yuboradigan bo'lsak, 2alar qisqarib ketadi. Xo'sh, S1imiz masofasi 1,5 metr taqsim xo'sh, S2 barobar 15 km taqsim soat va 90 km taqsim soat. Bularni metr taqsim sekundga o'tirmayman, sababi bular qisqarib ketadi. Xo'sh, 15 taqsim 90 ning kvadrati bo'ladi. 15 dan 90 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda qoladigan sonimiz 6 ga teng bo'lar ekan. Unaga S2 barobar 6 ko'paytirilgan 6 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 36 2 18 3 ko'paytirilgan bo'lsak 54 metrni beradi. Xo'sh, o'quvchilar, bu bizga nisbatni beradi. Shuning uchun men kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tirmadim. 53 gorizontal muz maydoni sirti bo'ylab tosh qanday tezlikda otilsa, u 0,5 metr taqsim sekund tezlanish bilan sirpanib, boshlang'ich vaziyatdan 100 metr masofaga borib to'xtaydi. Xo'sh, buni topishimiz uchun yana S masofamiz ma'lum. S barobar V0 kvadrat taqsim 2 ga qo'yamiz. S 100 barobar V0 ning kvadrat taqsim 2 ko'paytirilgan 0,5. Bu yerdan V0 topadigan bo'lsak 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi o'quvchilar. Keyingisi 54 harakatlanayotgan poyezd oxirgi vagonni ajratib yuborildi. Poyezd o'sha tezlik bilan harakatni davom ettiradi. Agar vagon so'z qo'shib qoldi. Vagon doimiy tezlanish bilan harakatlanadi deb hisoblab, uning to'xtaguncha o'tgan yo'li poyezd shu vaqt momentida o'tgan yo'ldan necha marta kichikligini toping. Xo'sh, agar tekislanuvchan biladigan bo'lsa vagonimiz,
Vagonimiz vagonni uzib qo'yarsak, poyezdni tezligi bilan nima qiladi? Harakatlanishni boshlaydi. Kelinglar, bu S barobar V0 plus 0 taqsim 2 ko'paytirilgan T deydigan bo'lsak, bizlarni bosib o'tgan S, ya'ni vagonni bosib o'tgan masofasini S1 deb belgilab olaman. S1 barobar V0 T taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi poyezdimiz o'zgarmas V0 tezlik bilan harakatlanayotganligi uchun poyezdimiz masofasi S2 bo'ladi. S2 bo'lsa V0 ko'paytirilgan T ga teng bo'ladi. Bu yerdan S2 barobar V0 T ga nisbat oladigan bo'lsak, bu ham 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni agar poyezdimiz S masofani bosib o'tsa, vagonimiz S taqsim 2 masofani bosib o'tadi. Ya'ni poyezdimiz 2 barobar ko'proq masofa bosib o'tadi. 55 o'q 20 metr taqsim o'q 20 santimetrlik doskani teshib o'tadi. O'qning doskaga yetguncha tezligi 200 metr taqsim sekund. Undan uchib chiqishdagi tezligi 100 metr taqsim sekund. O'qning doska ichidagi harakat tezlanishi kilometr taqsim sekund kvadratda qanchaga teng? Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsak, bizlarni bosib o'tadigan masofamiz S barobar V kvadrat minus V kvadrat taqsim 2 ga formulaga qo'yiladi. Bu formulamiz tekis sekinlanuvchi harakatni bosib o'tgan masofasini topish formulasi. Xo'sh, S'imiz 0,2 barobar V kvadrat bu 400 ming 40 ming dastim minus 10 ming 100 kvadrati taqsim 2 ko'paytirilgan A. Bu yerdan A ni topadigan bo'lsak, 30 ming taqsim 0,4 bu ham 75 ming metr taqsim sekund kvadrat teng bo'ladi. Buni kilometr taqsim sekund kvadratga o'tsak, mingga bo'lamiz. Bu 75 kilometr taqsim soat teng bo'ladi. 56-masala. Harakatning 1 sekundda 10 metr yo'l bosib o'tdi. Bunda uning tezligining yo'nalishi o'zgartirmay boshlanish holati bilan solishtirgan 4 marta ortadi. Jismning tezligining qanday bo'lganda, jismning tezlanishi qanday bo'lgan? Xo'sh, S barobar V plus V0 taqsim 2 ko'paytirilgan T. Xo'sh, S masofamiz 10 barobar, xo'sh, V plus 4V taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Ya'ni 1 sekundda degan. Xo'sh, buni V topadigan bo'lsak, V imiz 4 ga teng bo'ladi. V imiz emas, V0 ga qo'shiladi. Shu yerda ozgina adashdim, V0. V0 4 ga teng bo'lsa, V imiz 4 V0 ga teng. Unaga V necha teng bo'ladi? 12 ga teng bo'ladi. Bu V0 edi. Xo'sh, unaga 12 ga emas, 16 ga teng bo'ladi. Uzr, ozgina adashdim. 16 barobar 4 minus plus A ko'paytirilgan 1. Bu yerdan tezlanish 12 ga teng bo'ladi. Keyingi masalamiz. 57-masalaga aytibdiki, 0.5 tezlanish bilan harakatlanib o'z tezligini 60 metr yo'lda 4 martaga oshirdi. Jismning boshlang'ich tezligi topilsin. Xo'sh, buni topadigan bo'lsak, V0 kvadrat plus 4 V0 ning kvadrati taqsim 2A barobar 60 ga. Xo'sh, bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, 15 V0 kvadrat taqsim 1 barobar 60 ga. V0 kvadrat teng 4 ga. V0 teng 2 ga teng bo'lar ekan. Boshlang'ich tezligimiz qanchaga teng bo'lar ekan? 2 metr taqsim sekundga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 58. Chang'ichi 180 metr uzunlikdagi tog'dan tushmoqda. Agar chang'ichning tezlanishi 0.5 metr taqsim sekund kvadrat, boshlang'ich tezligi esa 4 metr taqsim sekund bo'lsa, tushish qancha vaqtni oladi debdi. Tushish qancha vaqtni oladi? Xo'sh, buni hisoblaydigan bo'lsak, 180 barobar V0 ning kvadrati. Xo'sh, bu qanaqa harakat? Tekis tezlanuvchi harakat bo'lganligi uchun V kvadrat plus V0 ning kvadrati 4 ning kvadrati. Xo'sh, 16 taqsim 2 ko'paytirilgan 0.5.
V kvadrat barobar 180 ayrilgan 16. V kvadrat barobar hisoblaydigan bo'lsak bu yerda 4 qoladi. Uzri qo'shilib beradi. V0 kvadrat deb yozib yuboraman. Bu yerda bu V 0 kvadrat minus edi. O'qiyotgan paytimiz bu 196 ga teng bo'ladi. V imiz 14 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Xo'sh, endi boshlang'ich tezligimiz 4. Buni yozamiz. V barobar V0 plus AT. Bu 14 barobar 4 plus 0,5 T. T'ni topadigan bo'lsak, 20 sekund ekanligi kelib chiqadi.